Hakimjon aka hozir o'zlari gapirib beradilar. Rovna 2 hafta oldin oshqozon saratoni bo'yicha juda ham katta operatsiya bo'lgan. Bu haqida keyinroq yana to'liqroq to'xtalamiz. Oshqozon saratoniga olib keluvchi asosiy sabablardan biri bu, ayniqsa bizda O'rta Osiyoda. Qanaqasiz aka endi? Allohga shukr. Nimaga настроение yo'q? Xursandligimdan ovqat yeyishda qiynalib qoldimda, yeyolmay hisob tutadigan bo'lib qoldim. Senda shunaqa oshqozon saratoni bor ekan deyishdi. Ya'ni o'sma kichkinalashganligi sababli ovqat o'tish yo'li ochiladi, ya'ni ovqat yeyish osonlashadi. Ha bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdim deb o'yladimda. Shunda o'g'lim internetdan kavlab Umidjonni rasmimiz Umidjonni nosini topdi. Ko'ngli bo'shlig'iga noqlaram. Lekin bu yog'i xudo xohlasa mana dalam ko'rishim emas. YouTube'dagi hammasi rost gap ekan. Hozir endi o'zingizga chiqasizlar shu narsa. Men 19-mart kuni shu ustozimiz professor Hakimov Galib Abdullayevich boshchiligida oshqozonni to'liq olib tashlash, shu o'sma oshqozon osti beziga o'sib o'tgani uchun shu oshqozon osti bezining bir qismi hamda qora tovoq to'liq olib tashlanib turib, ingichka ichakdan boshqatdan yangi oshqozon yasaldi. Hurmatli do'stlar, bugun yana bir ajoyib kunlardan biri, to'g'rirog'i Sirdaryodan kelgan Hakimjon aka oshqozon saratoni, ya'ni oshqozon rakidan butunlay qutulib ketgan kun. Bu nafaqat Hakimjon aka uchun, balki bu men uchun ham juda ham bir nima deydi, xursandchilik kunlardan biri, ya'ni o'zimni oldimga qo'yilgan maqsadlardan biriga erishdim. Hakimjon aka hozir o'zlari gapirib beradilar. Rovna 2 hafta oldin oshqozon saratoni bo'yicha juda ham katta operatsiya bo'lgan. Bu haqida keyinroq yana to'liqroq to'xtalamiz. Hozir shu davrgacha Hakimjon aka qanday qilib yetib kelganligi haqida eshitamiz. Lekin bundan oldin eslatib o'taman, oshqozon saratoniga olib keluvchi asosiy sabablardan biri bu, ayniqsa bizda O'rta Osiyoda noto'g'ri ovqatlanish, kam harakat qilish, semizlik, sigaret chekish, undan tashqari spirtli ichimliklarni ichish va har xil fast foodlarni doimo iste'mol qilish. Hakimjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasiz aka endi? Allohga shukr. Nimaga настроение yo'q? Xursandligimdan. Men sizni eslayman, o'sha boshda kelganingizda nima deydi, bir tushkunlikka tushgan, hayotda hamma hayotga bir qiziqishi qolmagan inson sifatida. Endi odatda hayotga qiziqish qolmagan asosan ko'pincha yoshlarda bo'ladi, lekin yosh katta odamda ko'rsak, bu narsani bu juda ham og'ir narsa. Shu hozir iloji bo'lsa agar bekitmasdan borini nimaiki bo'lgan bo'lsa, shu men bilaman oldingi yil avgust oyidan beri, iyul oyidan beri siz problemangiz boshlangan. Shuni qisqacha aytib bersangiz, nimadan boshlandi? Qayerga bordingiz, nima lecheniya oldingiz, keyin yana bilaman nima uchun olmadingiz va nima uchun bizga murojaat qildingiz? 2024-yil iyul oyida ovqat yeyishda qiynalib qoldimda, yeyolmay hisob tutadigan bo'lib qoldim. Keyin nima bo'ldi ekan deb unga bordim. Sirdaryo viloyatining onkologiyasiga bordimda, zond yutdim, tekshirtirdim. Senda shunaqa oshqozon saratoni bor ekan deyishdi. Keyin u yerda davolanib 3 marta ximiya oldim. Ximiya oldim, o'zimni ancha yaxshi his qildim. Keyin bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdim deb o'yladimda. Keyin bu yerga yana dalcha ximiya olishga bormadim. Keyin bir ikkitasini anosi gapi bilan bir ikki xil dori ichib yurdim. Yo, baribir oradan oktyabr oyida 3-ximiyani olgan bo'lsam, dekabrlarga, yanvarlarga kelib yana bu yerda ovqat yeyishda qiynalishni boshladim. Shunda o'g'lim internetdan kavlab Umidjonni rasmimiz Umidjonni nosini topdi. Ko'ngli bo'shlig'iga noqlaram. Disiplinasini topib qoldi. Oshqozon saratoni bo'yicha. Oshqozon saratoni bo'yicha. Sirada sal o'zingizga kelguncha bir narsa tushuntiraman. Bemorlarimizda eng birinchi xatolardan biri ximioterapiya olayotgan paytda, odatda biz ximioterapiya qilganimizda oshqozon saratoni bo'yicha 2 marta yoki 3-chi
kurs ximiyadan keyin biz effekt olamiz. Ya'ni o'sma kichkinalashganligi sababli ovqat o'tish yo'li ochiladi, ya'ni ovqat yeyish osonlashadi. Shunda bemorlarimiz eng katta xato qiladi. Birinchisi bu, men sog'aydim deb turib, boshqa kimyoterapiyaga borishmaydi. Lekin afsus, bu vaqtinchalik narsa, bu 1 oy, 2 oy, 3 oy bo'ladigan, yaxshi bo'ladigan davr, lekin undan keyin davolanmagandan keyin, ya'ni lecheniya boshlanmasa, bemorlarimiz xohlashsa, xohlashmasa kasallik qaytadi. Ya'ni ovqat tiqilish, ya'ni disfagiya boshlanadi. Shuning uchun doktorni aytganini albatta qilish kerak. Chunki kimyoterapiyada qilinadigan kurs bor, protokol bor, uni belgilangan miqdor soni bor. Shunday ekan, endi bandachilik, mana yaxshi bo'lib qoldim-ku deb yurdim. Bu o'g'il onamdan topgandan keyin Umidjon o'tayishdi, vыступлениясini topgandan keyin dada dedi, shu yoqqa boramiz dedi. Aytdim, qo'y o'tib ketar, bu yoq deb ana qildim, yo'q. U qo'ymasdan keldik, Umidjonga uchrashdik. Tekshiruvlarda aytdi, tekshiruv aniq bo'lgandan keyin o'tganimizdan keyin operatsiya qilish shartligini aytdilarda. Keyin mayli endi keldik, aniq qilib operatsiya qildik. Gapni ochib qo'rqqandim operatsiyadan. Qo'rqqandim, lekin mana 2 hafta bo'ldi operatsiya bo'lganimga. O'sha 5-6-kundan pitaniyaga kirdim, ovqat yeyishga o'tdim. Bu yerda juda yaxshi qarashgan sababli tez o'zimga keldim. Mana Allohga shukr, hozir shu kesilgan joyda anosi sal bilinmasa, kesilgan joyda endi baribir to'lg'ib bitgani yo'qda. O'zimni juda yaxshi his qilyapman-da. Vrachlarga boriga rahmat. Ovoz aka, siz bilan bir gaplashaylik. Qarang-da, mayli hazillashamiz, hazil bo'lgan menimcha har doim yaxshi. O'sha paytda 3 ta kurs ximiya oldinglar, otangiz yaxshi bo'ldi. Bunga tushunishim bo'yicha albatta siz xursand bo'lgansiz. Endi otangiz aytgan bo'lsa kerak, dasturxonda o'tirganda, yeganda ko'rgansiz, e'tibor bergansiz, ovqat o'tishi yaxshi bo'lgan. 3 oy vaqt o'tdi, yana o'sha problema qaytadandi. Ovqat tiqilib qolish. O'shanda nimani his qilgansiz? Nima qilishim kerak deb o'ylagansiz? O'shanda bu ichingizdagini otangiz ham bilmaydi, amakingiz ham bilmaydi. Bu kasallikni o'zi har doim kasal bo'yicha bir toshli mutaxassislar yaxshi deb bilardim. Shu safar endi hamma narsa aniq bo'lganga izlanmadim, gapni ochiq boshida. Keyin qarasam, ahvolim dag'ay ketgani uchun boy endi internetlardan noumid qidirdim. Mana sizni yetib keldim. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Xudo taoloning ishimizni o'ng qildi. Sizgacha yetib keldik. Lekin bu yog'i Xudo xolasa mana dadam ko'rinishi yomon emas. YouTube'dagi hammasi rost gap ekan. Hozir endi buni o'zingiz chiqasizlar shu narsa. Shunday, men realnida hammaga yaxshi. Boshida operatsiyada biz ham qo'rquvdik. Xudoga shukr mana. Soppa-sop 3 kunda o'zi oyoqqa turib, o'zini o'zi eplab. Mana shu 2 hafta bo'ldi, bemalol ovqatlanishlariga yaxshi. Bemorimiz o'sha bemorim deb bo'lmaydi hozir. Menimcha ko'chadan ko'rgan odam, men kesilgan chokka ko'rmasa, qo'ni qo'shni siz operatsiya bo'lgan odam deb o'ylamasa kerak. Shunaqa yaxshi bo'lib qoldi. Hakimjon akani tekshirdik. Tekshirganda o'sha oshqozonda tana qismida o'sma bor edi, 5-6 sm. Va ovqat o'tish problemasi bor edi, ya'ni disfagiya. Bemorni to'liq tekshirgandan keyin albatta operatsiya taklif qilindi. 19-mart kuni shu ustozimiz professor Hakimov Galib Abdullayevich boshchiligida oshqozonni to'liq olib tashlash, shu o'sma oshqozon osti beziga o'sib o'tgani uchun o'sha oshqozon osti bezining bir qismi hamda qora taloq to'liq olib tashlanib turib, ingichka ichakdan boshqatdan yangi oshqozon yasaldi. Bu ingichka ichakdan yasalgan oshqozon ham vaqti o'tib bir necha oydan keyin shu oldingi oshqozonga o'xshab turib ishlashni boshlaydi, lekin buning uchun vaqt kerak. Avazaki hozir so'raydiganim bitta narsada, misol uchun biz gaplashdik, ustoz oldiga kirdik, tushuntirdilar operatsiya katta bo'ladi, lekin yaxshi bo'ladi deb. O'sha operatsiyaga kirib ketgandagi ana holatingiz ichingizda nima bo'ldi? Men doktorlarga ishondim. Avvalo Alloh, doktorlarga ishondim. To'g'ri. Ko'nglim to'q o'tirdim. Umuman masala yo'q. Chunki professor shuni gapirdi, ishontirdi odamni. Mana gaplar rost ekan. Ozgina statistikaga to'xtaydigan bo'lsam, hozir oshqozon saratoni, oshqozon raki bizning respublikamizda eng ko'p uchraydigan
onkologik kasalliklardan biri, lekin ming afsuski, uchraganda ham bizga bemorlar kelgan taqdirda ham asosan 3-yoki 4-bosqich, ya'ni o'tib ketgan bosqich qo'yiladi. Sizda gistologiya keldi, gistologiyani bu ham muhokama qildik. Keyinchalik sizda 10-15 kundan keyin kimyoterapiya masalasi ko'tariladi. Kimyoterapiyani men sizga bitta maslahat bermoqchiman. Bu shunchaki oddiy gap, gaplashib o'tirishimiz. Oldingi safarga o'xshab 3 to'p turib keyin ketavermasdan, meni maslahatim albatta o'sha protokol bo'yicha yozilgan 8 tadan 12 tacha albatta olish kerak. Albatta. Chunki kimyoterapiyani buzish mumkin emas, kimyoterapiya onkologiyadagi protokollarni buzish mumkin emas. Chunki oldin ham aytib o'tganman, onkologiya kasalda faqatgina bir marta shans bo'ladi. O'sha shansdan biz to'g'ri foydalanmasak, undan keyin bizda boshqa shans ham bo'lmaydi. Bizda ham to'g'ri onkologik bemorda boshqa shans bo'lmaydi. Bitta nimani so'ramoqchi edim. Ko'pchilik chetga borishga qiziqadi, chetga ko'p so'rashadi. Turkiyaga olib boraymi deyshadi, Indiyaga olib boraymi deyshadi. Lekin menimcha hozir shu chetda qilinishi mumkin bo'lgan hamma narsa chetda bor. Mana shu yerda bir 20 kunga yaqin yotdingizda, bir 18-19 kun yotdingizda. Shu klinika haqidagi fikringiz menga qiziq. Yaxshi bo'lsa yaxshi deng, qanaqadir kamchilik bo'lsa kamchiligini bemalol aytavering. Chunki bunda asosiy so'rashdan asosiy maqsad shu kamchiliklarni biz kamaytirishimiz kerak. Personal, sanitarkalarimiz bor, xizmat qiladi, medsestralarimiz bor, vrachimiz bor. Bilasiz, professordan har hafta obxod qilamiz, bemorlarni doklad qilamiz, tushuntiramiz, rekomendatsiya olamiz. Shu umumiy jarayon haqida ikki og'iz fikringiz. Albatta. Mana shu kelganimga afsus qilmayman. Yaxshi klinika ish qilib, sanitarkalari ham, onalari ham, medsestralari ham, vrachlari ham hammasi shirin so'z. Odamni dardiga davo beradigan yaxshi gaplar bilan aniqladi-da. Endi kamchilik bilmadim, kamchilik ko'rmadim lekin. Kamchilik ko'rishga vaqt bo'lmadi. Yo'q, kamchilik ko'rmadim. Chunki anolar medsestralar vaqtida keladi, xabar oladi, ukollarni qiladi, nima kerak bo'lsa muolajalarni qiladi, chiqib ketadi. Yana vaqtida keladi, qilinadigan vaqtda muolajalarni qiladi. Shunday kamchilik ko'rmadim, lekin yaxshi odamlar bemalol ishonib, siz aytganday chet davlatda izlash kerak emas. O'zimizda ham mana o'zimizda ham shunday kadrlar bor ekan, Xudoga shukr. Chetda bekorga bir bola narsa xarajat qilib, sarflab, borib kelib tuzalmayotganlar ham eshitganmiz. Chunki boyagi ximiyani siz aytdingiz-ku hozir, ximiyani oxirigacha olish kerak. U yerga borib kelgandan keyin olmaydi-da. Shuning boyagi ahvolda yana. Professor Hakim G'olibjon aka bor ekan. Katta rahmat, shu operatsiyaga kirishdan oldin ham kirganimizda yaxshi gaplar bilan ko'ngilni ko'tarib, Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi deb noqildilar. Shu kishiga katta rahmat. Mana Umidjon O'rmonovga katta rahmat. O'ktamjon bor rahmat. Qolgan medpersonallarga ham hammasiga katta rahmat. Keyin shu professorimiz o'zi birinchi haftadayoq kirib, menga sizga tabriklayman. Siz bo'ldi, yaxshi noqildingiz dedi. Shunday xursand bo'ldim-da. Qo'llar dard ko'rmasin. Hamisha ishlariga omad. Shu yerda bir nima demoqchiman, balki o'g'lingiz Ovoz, o'g'lingizga ming rahmat. Shu oldingizda turdi, bir farzand yaxshi tarbiya qilgan ekansiz. Biz ham endi bu yerda o'tirib ko'pini ko'ramiz-da, ko'pini ko'ramiz. Yaxshisini ko'ramiz, boshqasini ko'ramiz. Mana o'g'lingiz shu yerda Umid aka nima qilaman otam uchun? Ayting, shuni qilaman deyish ham katta gap. Demakchi to'g'ri tarbiya bergansiz, oilangizda to'g'ri, ya'ni bir inson shakllangan, yetuk inson shakllangan. Shuning uchun maslahatim bu ham bir kichkina oddiy shunchaki gaplashish bo'ldi. Bu yerga kimga qanaqadir o'qitish, o'rgatish maqsadida emas, shunchaki bir yaxshi bir insonni hayot shu oxirgi 9 oy, 10 oy ichida boshdan kechirgan narsalar, ya'ni hayotda ko'rgan narsalar. Kimgadir saboq bo'lish kerak. Asosiy maqsad bu urg'u berish kerak bo'lgan narsa bu. 3 marta ximiya olib turib tashlab ketish kerak emas edi. Balki shu yaxshi kunlar sal oldinroq bo'lardi.
balki haqiqatdan. Balki hozir qanaqadir boshqa qo'pol qilib aytganda hayotda yaxshi tashvishlar bilan yurardik. Lekin o'sha kun keldi, значит nasibamiz bugun ekan. Shunday. Shu operatsiya bo'lishi 2 hafta oldin yozilgan ekan nasibamizga, shuning uchun shu kun bo'ldi. Shuning uchun har doim o'zinglarni asranglar, onkologdan qo'rqish kerak emas. Onkolog sizlarga faqatgina yordam beradi. Kimyoterapiyadan qo'rqish kerak emas. Kimyoterapiya sizlarga bekorga tavsiya qilinmaydi. Xirurgiya degan bo'lsa, значит xirurgiya operatsiya qilish kerak. Bundan qo'rqish kerak emas. Faqat ko'chadagi har xil mana bu tabiblardan, har xil tushunarsiz dorilardan, internet orqali sotiladigan har xil aptekadagi dorilardan tushunarsiz, ya'ni onkolog bilmaydigan dorilardan ehtiyot bo'lish kerak. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.